Bugun sizlar bilan skincare routine qilamiz va yaqindan suhbatlashamiz. Mani yuzimni terisi tabiatdan juda ham quruq va yetarlicha namlantirib turmasam, qattiq quruqshab, mayda ajinlar hosil bo'lishni boshlaydi. Sezganmisizlar, ko'zim atrofida, peshonamda mayda ajinlar ko'p. Hammasi mana shu yuzimni o'ta quruqligidan. Shuning uchun yuzimga zo'r tushgan xuddi nabor bu Selimax'ni mana Dual Barrier deb atalgan nimasi. Haqiqatdan quruq yuzlarni rosa ham yaxshi namlantirar ekan. Bundan yuzimni yaxshilab yuvib olganman. Umivalka bilan tonerdan yaxshilab suramiz. Har doim shunaqa yuzga uxodlar qilib, kameraga gapiradiganlarni ko'rsam hazim kelardi. Men ham shunaqa qilsa edim. O'zimga ishonchim yetmasdi shunaqa qilishga. Bugun qanaqadir over confidence qilyapman shekilli, shunaqa yangicha video olishga qaror qildim. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, men bilasizlarmi, kontent qilishga qiynalyapman. Qanaqa mavzularda videolar qilsam sizlarga yoqadi, qanaqa mavzularda qilsam qiziq bo'ladi ko'proq auditoriyaga, shuni tushunishga qiynalyapman. Kontent qilishdan oldin juda ham ko'p o'ylab olyapman, overthinking qilyapman. Toner bo'ldi. Tonerdan keyin yana ham toner effektini kuchaytirish uchun sivritka. Bu ham xuddi shunday Dual Barrier Boosting serumdan qilamiz. Bu namlantirish effektini yana ham kuchaytirib beradi. Boyagi overthinking odatim haqida aytmoqchi edim. Bilmayman, farzandli bo'lib o'rtada karyerada ozgina pauza qilganimdan keyin qaytishim, avvalgi holatimga chiqishim juda ham qiyin bo'ldi. Menda identity crisis bo'ldi-da. Identity crisis bu o'zimman kimman degan savolda. Tug'ishdan keyin depressiya bo'lishini eshitgandim, qiyin bo'ladi deb eshitgandim, kutgandim, lekin to'g'risi bunchalik qiyin bo'ladi. Bunaqa chuqur depressiyaga tushib, undan chiqishga shuncha qiynalaman deb o'ylamagandim. Men uchun to'g'risi bu jarayon anchagina qiyin bo'ldi. O'zimni tiklashim, avvalgi holatimga kelishim ko'p vaqt oldi. Hozir ham juda ko'p overthinking qilyapman. Men qanaqa yo'nalish tanlashim kerak? Qanaqa qilib yana avvalgidek to'xtamasdan kontentlar qilib, o'zimni faoliyatimni tiklasam bo'ladi? Shu haqda slishkim ko'p o'ylab olyapman. Sivritka yaxshi yuzimizga singuncha ko'zimiz atrofiga hamma maqtagan XSYdan o'sha sharikchalik nimadan qo'yamiz. Menga rostdan ham yoqdi. Bu yaxshi ko'z krem ekan, faqat tez tugab qolar ekan. O'sha olganimda tez tugab qolgan edi. Ichida kammi, bilmayman, yoki sharikchadan ko'p quyiladimi. Aytganimdek, hozir bitta ish qilishim qiyin bo'lyapti. Overthinking qilaman, haddan ziyod ko'p o'ylayman va ba'zida o'zimdan ko'p shubhalanyapman. O'zi haqiqatdan ham qo'limdan keladimi shu narsa? Mana bunaqa narsa bo'ladi. Bitta narsaga qattiq harakat qilasiz, tinimsiz mehnat qilasiz, intilasiz, lekin siz kutgandek natija bo'lmaydi. Keyin internetdan kimnidir, misol uchun, osonroq yoki ozroq harakat qilib, bundan ham zo'r natijaga erishib ketganini ko'rasizda, why not me degan fikr bo'ladi. Nimaga meni qo'limdan kelmayapti deb o'zingizni ezishni boshlaysiz. Bunaqa qilmanglar deb sizlarga ko'p maslahat berganman, lekin to'g'risi men o'zimda ham shunaqa hissiyotlar ko'p bo'ladi. Oxirgi qadam bu namlantiruvchi krem. Uxodviy kosmetika bo'yicha oxirgi qadam deyman. Bu o'zi kam qoldi, qisib rosa ko'p ishlataman. Kam qoldi. Tugasa yana olamiz. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, sizlar ham internetda hamma ko'rganlaringiz bilan o'zlaringiz solishtirmanglar. Hammada bunaqa hissiyot bo'ladi. Men o'zi kimman, qo'limdan keladimi, yo'qmi, nima qilishim kerak dalishi degan o'y fikrlar, ikkilanishlar hammada bo'ladi. Menda ham bo'lyapti. Shu narsani yengib o'tish uchun ko'proq sizlar bilan ochiqchasiga gaplashib, nima deydi, qalbimni ochib dedimmi, suhbatlashmoqchiman. Vot. Uxodviy kosmetikalarni surib oldim. Endi ustidan SPF suramiz. Shu bilan tayyor bo'ladi. Tonalka yoki bo'yanish ixtiyoriy. Menga ko'proq dekorativniy kosmetikadan ko'ra, bo'yanishdan ham ko'ra, mana shunaqa uxodviy kosmetikalarni surib, yuzimni yog'iga bilchillatib yurish yoqadi. Qalaysizlarga bugungi video yoqdimi? Shunaqa videolar ko'proq bo'lishini xohlaysizlarmi? Yozinglar.